chegirmada 1.548.000 bo'lgan ushbu servirovkamiz mumkin uchun 468.000 ga tushirdik. Diqqat bilan eshitinglar. Agar ushbu narximizdan 1 so'm arzon topgan odamga 4,5 ming dollarlik, ya'ni 54 millionlik Bagema Italianskiy tekinga beriladi. Eshitdinglar? Ana endi hammasini bittalab tushuntir. 12 kishilik 62 ta predmetga ega bo'lgan Dubai servirovkamiz 59 dollar. Diqqat bilan qaranglar. Mana shu 10 dollardan hisoblangan laganlarimiz sizlarga shunchaki bonus tariqasida beriladi. Endi o'ylab ko'ringlar, shunda shuncha narsa sizlarga 39 dollarga tushdimi? O'rtoqlar, buni sifatini ko'ryapsizlarmi? Qaranglar. Gullari bo'rtib chiqqan, hech qanaqa bo'yalmagan, o'chib ketmaydi. Bozorda shu choynakning o'zi 10 dollar. Shunda shuncha komplekt ichida bu choynak 3900 so'm bo'lib ketdimi? Hisoblab ko'ringlar. Korobkasida 6 ta bo'ladi. 1 milliondan sotilgan. Shunda donasi 165 ming atrofida tushgan. Hozir korobkasi 107 ming so'm. Donasi 17.900 so'm. Rostdan. Nimalar qilib tashlayapmiz? Narxini arzon aytib, keyin kelgan yillardan keyin yo'q bu 6 talik, bu 9 talik deb aldamaydi. 12 talik komplekt Bagema naborlar. Hammasi 49 dollardan. Ko'rsatgan narsalaringiz arzon deysizmi? Aslida u ham arzon emas, lekin undan ham qimmatlari bor. Qizlar, qaranglar, Villari O'zbekistonda bitta. To'g'ri, arzoni ham bor, lekin buni farqi shundaki, chetdagi gullari hammasi tilla suv yurg'izilgan. 36 yillik tajriba. 36 yildan beri birinchi qo'l O'zbekiston bo'yicha. Do'kon o'zlariniki, arenda emas. Xohlasa zarariga sotadi, xohlasa foydasiga. Yashnar aka chinnilari bilan kim bellasha oladi? Hech kim. Shunaqangi chegirma va aksiyalarni o'tkazib yubormaslik uchun mumkin ilovasini yuklab oling. Do'kon manzili Nurafshon Ko'kcha chorrahasi.